Assalomu alaykum azizlar, qalaysizlar? Kanalimga xush kelibsizlar. Bugun yangi intervyu Miss Bona bilan. Sobiq ingliz tili o'qituvchisi, Miss Bona laqabi ostida xizmat ko'rsatgan teacher, sobiq teacher, hozirda sotuv menejeri bo'lib ishlayapman. Agar hozir shu videoni o'quvchilarim ko'rib turgan bo'lsa, haligi pishtani eslanglar. Mana shu psixologiya desak ham bo'ladi. Shu psixologiya menga hozir juda ham katta yordam beryapti. Ya'ni kirgan odamni ko'rib, xatti-harakatlariga e'tibor berib, gapirayotgan gaplardan uni og'riqlarini tezroq aniqlab olaman. Mana shu og'riqlarga to'g'ri yechim bera olyapman deb o'ylayman. The new things start when the comfort ends. And never forget about it. New things will give you a new opportunities, opens the new doors. Assalomu alaykum azizlar, qalaysizlar? Kanalimga xush kelibsizlar. Bugun yangi intervyu Miss Bona bilan, Assalomu alaykum bilan bo'ladi. Qalaysiz Barchinoy? Charchamasdan ishlayapsizmi? Rahmat. Xo'p, bir qancha savollar tayyorlab keldim. Savollarim endi oddiy savollar, xudo xolasa zo'r javoblar olamiz degan umidamiz. Xo'p, birinchi savolimiz avvalambor o'zingiz haqingizda va oilangiz haqida gapirib bersangiz, siz bilan tanishsak. Xo'p, bo'ladi. Men shu Barchinoy, sobiq ingliz tili o'qituvchisi, Miss Bona laqabi ostida xizmat ko'rsatgan teacher, sobiq teacher, hozirda sotuv menejeri bo'lib ishlayapman. Xo'p, oilamga keladigan bo'lsak, biz oilada shu ota-onam, opam va bitta ukam bor. Men o'rtancha farzandman. Meni hozirda 4 yashar o'g'lim bor. Xudoga shukr. Shu oilamizda hamma o'zimga o'xshagan quvnoq, o'qimishli ziyolilar oilasi biz. Qoyil, gap yo'q. Xo'p, keyingi savolim, endi umuman xabarim bor, 5 yil davomida ingliz tili o'qituvchisi bo'lgansiz. Shu 5 yil hayotingizda qanaqa o'zgarishni sizga misol uchun olib keldi? Qanaqa bosqich deb hisoblaysiz shu 5 yillikni siz umuman olganda? Xo'p, to'g'risini aytsam, aynan mana shu 5 yil meni katta hayotga qadam bosishim desak ham bo'ladi, chunki juda ham kichik paytimdan dars o'tishni boshlaganman. Aynan mana shu tajriba bilan hozir men hayotimni davom ettiryapman. Aynan mana shu tajribada yig'gan praktikalarimda ko'rgan insonlar bilan to'g'ri muloqot qilish, qanday qilib insonlar psixologiyasini o'rganish, odamlarda oldida o'zingiz fikringizni erkin bayon qilish, hammasi mana shularni o'rganganman aynan shu periodda va hozir bular hammasi menga yordam bo'lib keladi qandaydir hayotimni davom ettirishim uchun. Qoyil. Xo'p, xabarim bor, IELTS dan ham dars o'tgansiz. IELTS natijalarida o'sha chiqargan misol o'quvchilaringiz borki, shularni boshqalardan ajratib turadigan qanaqadir alohida xislatlari bormi? Birorta xislatni aytsangiz shu shogirdlaringizni. Bilasizmi, aynan o'zi shunaqa maqsadli o'quvchilar ajralib turadi. Aynan natijaga tezroq erishgan o'quvchilarda yagona bitta narsani ko'rasiz, bu ulardagi disiplina va motivatsiya. Ularning maqsadi aniq, aynan shu maqsadga faqat harakat qilishadi. Xo'p, ularda har xil hammani maqsadi, lekin bitta maqsad qo'yib, oldiga to'xtamasdan, xoh unda o'xshaydimi, o'xshamaydimi farqi yo'q, harakat qiladi. Ularda men ko'rgan narsa mana shu ko'proq o'zini ustida ishlashga bo'lgan muhabbat. Ya'ni men bergan darslardan ko'proq darsda qolib, keragidan ortiq shug'ullanib, masalan, men 100 ta so'z bersam 200 ta yodlab, har doim перебарщивать qilgan o'quvchilarda natija ko'proq bo'ladi. Intiluvchan demoqchi. Intiluvchan, bir gap bilan ishladi, maqsad topolmaydi. Qo'ying. Bu ham endi ustozlikka taalluqli, baribir nima bo'lganda ustozlik qilgansiz. Xo'p, ustozlik davrida eng esda qolarli lahza, bitta shu hayotingizdagi misol uchun bitta moment haqida gapirib beringizga esda qolarli bo'lgan o'sha vaqtda, misol uchun. Xo'p, unaqa vaziyatlar bizda juda ham ko'p bo'lgan. Aynan shu 5 yillik praktikam davomida aytsam bo'ladi, har bitta kunda shunaqa eslayman, yorqin xotiralar bilan. O'quvchilarim bilan biz juda ham qadrdon edik. Har doim bir-birimizni qo'llab-quvvatlab, ular bilan birga katta bo'lganman desam ham bo'laveradi. Agar hozir shu videoni o'quvchilarim ko'rib turgan bo'lsa, haligi pishtani eslanglar. Aynan bitta shunaqa unutilmas kun bor edi, pishtik. Uni lekin ommaga gapirib bera olmayman, lekin yana bitta shunaqa kun bo'lgan. Bir kuni shunaqa o'quvchilarimga o'zimni praktikamni gapirib berayotganimda, ularga qanday qilib ikkinchi marta IELTS topshirayotgan jarayonimni gapirib berganman. Menda ham har xil sarguzashtlar bo'lgan, sarguzashtlarimni aytib, ularning fikrini bilib, emotsiyalar bilan shunaqa unutilmas darsimiz bo'lgan. Hozir kim mana o'sha darsda bo'lgan o'quvchilarim ko'chada ko'rsa, обязательно ana shu voqeani eslatib o'tib ketishadi menga. Ifshte voqeasini ham. Tushunarli. O'quvchilar ko'rayotgan bo'lsa, kommentariyada qoldiringlar. Men qiziqib qoldim to'g'risi. Hop. O'zgartib beraman mayli. Xo'p, bo'ladi. Hop, keyingi savolimiz olganda buni katta burilish deb aytsak bo'ladi. Boshida ham aytib o'tdingiz. Sotuv menejeri lavozimi
Nima sababdan, nimaga bunga siz qaror qildingiz? Ustozlik hozir ko'p joylarda hurmat qilinadi. Bundan tashqari umuman olganda moliyaviy jihatdan ham yaxshi. Nimaga shu o'zgarishga siz qaror qildingiz? Xo'p, to'g'risini aytsam, men juda ham intiluvchan qizman. O'zgaruvlarni juda ham yaxshi ko'raman, bilasizmi? Har doim bir joyda turgim kelmaydi, har doim rivojlangim, o'sgim keladi. Aynan shu zamonda zaylini oladigan bo'lsak, o'sha qandaydir ustozlikdan zerikdim deb o'ylasam ham bo'laveradi, desam ham bo'laveradi. Ya'ni zerikdim, farzandli bo'lgandan keyin ancha asablarim ham chidamay qoldi o'sha bolalar bilan ishlashga. Aynan shu sotuv menejeri yo'nalishiga o'tishimga sabab bu meni sotuvda marketing sohasida bo'lgan qiziqishlarim. Hozirda bilyapsiz, masalan, oddiy ingliz tili o'qituvchisi bo'lsangiz ham, o'sha mahsulotingizni, deylik, shu uslubingizni yaxshi reklama qilib bera olmasangiz, mass-mediada zo'r yoritib bera olmasangiz, sizda yaxshi targovля bo'lmaydi, yaxshi sotuv bo'lmaydi. Bu ham qanaqadir ma'noda bitta sotuvda siz o'zingiz bilmaysiz sotish. Aynan hozirgi kunda oladigan bo'lsak, aynan mana shu yo'nalishga o'tishga harakat qilganimiz sababi ham shu. Ya'ni hozirgi zamonda eng optimal, eng aktualniy bo'lib turgan yo'nalishlardan biri aynan shu soha. Menga ko'proq odamlar bilan ishlash yoqar ekan, ya'ni ularni muammolarini bilib, ularning potrебностьlarini aniqlab, ularga to'g'ri yechim bera olish. Mana shu yo'nalishdan o'zimni topdim deb o'ylayman. Sizga xush keldi, yoqdi. Albatta, shunday. Tushunarli, yoqqanidan xursandman. Rahmat. Xo'p, hozirgi ishingizda qaysi, misol uchun, oldin olgan tajribalaringiz sizga qo'l kelyapti? Misol uchun, o'sha ingliz tili ustozi bo'lgan paytingizda qaysidir, misol uchun, olgan tajribangiz hozirgi kunda sizga asqotayotgan qaysi biri, misol uchun, qanaqa tajribalarni ayta olasiz? Xo'p. Bunaqa tajribalar juda ham ko'p, ularni sanasangiz, o'zi asli hammasi butun boshli o'sha praktikam hozirda menga yordam beryapti desak ham bo'laveradi, lekin saralab highlight qilib oladigan bo'lsak, ularda birinchisi, men yoshligimda juda ham uyalchang qiz bo'lganman, lekin aytgandek erta kunda dars o'tishni boshlaganim hisobiga aynan mana shu uyalchangligim yo'qolgan. Ya'ni oldinlari insonlar bilan gaplashganda, o'zimning fikrimni bildirganda uyalardim. Lekin aynan mana shu ustozlikdan qolgan praktikamdan kelib chiqsak, hozir men insonlar bilan gaplashganda, ularga o'zimning fikrimni ochiq aytganda uyalmayman. Undan tashqari, bilasizmi, har bitta ustoz qanaqadir ma'noda psixolog bo'lib ketadi. Har bitta o'zini o'quvchisini ko'ziga qarab turib, xatti-harakatiga qarab nima xohlayotganini, unga qanaqa yondashuv kerakligini qanaqadir ma'noda tushunadi-da. Aynan mana shu psixologiya desak ham bo'ladi. Shu psixologiya menga hozir juda ham katta yordam beryapti. Ya'ni kirgan odamni ko'rib, xatti-harakatlariga e'tibor berib, gapirayotgan gaplardan uni og'riqlarini tezroq aniqlab olaman. Mana shu og'riqlarga to'g'ri yechim bera olyapman deb o'ylayman. Qoyil. Xo'p, savolimiz xarakteringizdan kelib chiqqan holatda ko'pchilik sizni quvnoq, hayotsevar inson deb ataydi doim. Bu xarakter ish jarayonida sizga qanday yordam beradi? Albatta, ish jarayonimda bu meni produktivnostimni juda ham yuqori cho'qqilarga ko'tarib beradi, chunki har bitta ishga ham pozitiv yondashsangiz, har doim o'zingizda ham qanaqadir mazza bo'ladi, ishingizda ham natija shunga yarasha bo'ladi. Har doim nimagadir yaxshi yondashsangiz, yaxshi natijalarga umid qilsangiz, shu narsa bo'ladi, bilasizmi? O'xshamasa-chi, bo'lmasa-chi deb qo'rquv bilan yondashsangiz, haqiqatan ham o'xshamay qoladi, bo'lmay qoladi. Bu menga nafaqat ish jarayonimda, butun boshli hayotimda ham juda ham ko'p qo'l keladi. Aynan mana shu quvnoqizligim, albatta, bu oldindan menda shunaqa shakllangan. Hayotimdagi eng yomon kunlarga ham shunaqa kulib qarayman, bilasizmi? Har doim bu narsani hikmat axtarishga harakat qilaman. Buvim rahmatli aytishardi, nimaiki bo'lishidan qat'iy nazar, har bitta ishda qanaqadir hikmat bo'ladi, bilib oldim-da. Xuddi shunday, masalan, hozir nimadir o'xshamay qolsa yoki bo'lmay qolsa, aynan mana sotuv jarayonlarida ham sota olmay qolsam yoki mijozga to'g'ri taklif bera olmagan bo'lsam ham aytaman. Demak, yaxshiroq, bundan ham kattaroq sotuv qilishim kerak ekan. Boshqa sotuv oldinda. Boshqa sotuv meni kutyapti ekan. Demak, bu men uchun mas'ul ekan deb o'zimga shunaqa motivatsiya berib turaman. Sizga ham tavsiya qilaman. Rahmat. Xo'p, savolim endi ingliz tilida. Bu savol endi siz ustoz bo'lgansiz, endi anchadan beri dars bermaysiz, lekin ingliz tilida qilishga qaror qildim. Xo'p, savolimiz shundan iborat. If you had to give one honest piece of advice to young people who are afraid to change their career, what would it be? Okay, never afraid to change everything or something in your life, because the new things start when the comfort ends, and never forget about it. New things will give you a new opportunities, opens the new doors. Great. Thank you, teacher. Oh my.
oxirgi savolim. Aha. Agar bugun hayotingizni orqaga nazar tashlab qaraganingizda o'zingiz bilan faxrlanadigan bitta qarorni aytishingiz kerak bo'ladi. O'sha qaror qaysi qaror bo'ladi o'sha? Misol birorta qaror qilgansiz va hozir o'shandan siz faxrlanasiz. Xo'p, bilasizmi? Bu qarormi endi, bu o'ziga o'zi motivatsiya berishmi bilmadim-u, lekin menda har doim shunaqa oldimda qo'rquv turardi. Nimadir ish qilsam o'xshamasa, nima qilaman degan qo'rquv turardi. Ana shu qo'rquvni vaqtida yengganim. Hozir mana shu natijalarga kelishimga sabab. Men hozir ayta olaman, men ancha-muncha o'zim tengdoshlarimga nisbatan kattaroq natijalarga erishganman deb o'ylayman. Agar vaqtida men o'zim qo'rquvlarimni yengib, "Davay, sen eplolasan, oldiga yura olasan" demaganimda, hozir balki ketib o'tirmagan bo'lardim deb o'ylayman. Balki moddiy uy bekasi bo'lib qolib ketgan bo'lardim deb o'ylashim mumkin. Menda har doim o'zimga bo'lgan ishonch, o'zimga o'zim motivatsiya qilib berganim yutug'im bo'lgan deb o'ylayman. Ya'ni o'zingizni o'zgartirishga harakat qilishingiz. Shunaqa. Menda ham qo'rquv bo'lgan, stress bo'lgan, qo'rqardim. Lekin ana shu qo'rquvlarimni vaqtida yenga olganim deb o'ylayman. Qoyil, gap yo'q. Rahmat. Savollarimizga javob berganingiz uchun rahmat. Avvalambor o'z intervyuga hozir bo'lganingiz uchun rahmat. Sizga ham. Ko'rib turgan bo'lsalaring, Miss Bonani taniganlar pastga kommentariy qoldiramiz. Tanimaganlar ham mayli qoldirishlaring mumkin. Hammaga rahmat tomosha qilganlaring uchun. Yanagi intervyularda ko'rishamiz. Sog' bo'lasizlar.